Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biza Xiva shahar Kosmobodga keldik. Temurbekning kottejlarini sizlarga obzorat ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biza Xiva shahar Kosmobodga keldik. Temurbekning kottejlarini sizlarga obzorat ko'rsatib o'tamiz. Toshkent lokatsiyasi Xiva shahar Kosmobod Selka zavodining oldi tarafida joylashgan bo'ladi. Bu yerda 120 ga yaqin kottejlar qurilyapti. Xudo xolasa bir 50% dan ziyodi qurildi. Sizlarga yashashga tayyorni ko'rsatamiz. 162 kvadrat metr joylashgan shu do'rimizda kottejimiz sotiladi va bonimizda 190 kvadrat metre joylashgan bir etajli kottejimiz, oldinda arkasında bog'i bor. Bu kottejimizdan arkasında bog'i bor. Xudo xolasa undan tashqari 207 kvadrat metrlik kottejlarimiz bor sotiladi. Bon tarafimiz ham ko'chalik kottejlik ketgan. Xudo xolasa fundamentlarni qurib boshlayaptilar. Yana agarda kimdir fundamentdan xarid qilaman deb yurganlar bo'lsa, aramizda bemalol ekrandagi nomer aloqa chiqaverasizlar. Temurbekning nomeri, xudo xolasa narx-navosi kelishib, chotki narxlarda qaytib beriladi. Xo'p, Temurbekda hozirgi kunda 2 yildan durara varianti bor. Hurmatli obunachilar, ya'ni 20 oy. Oldindan masalan 5000 6000 dollar berib olib turgan odamlarimiz ham bor aramizda. Yana Şu ko'chamizda fundamentlari quyilib boshlandi. Ana bölüp beraverasizlar. 6000 dollar berdingizda, keldingizda masalan 3 oy 5 oydan topshiradilar. Xudo xolsa. Remonti bilan desangizlar, remonti bilan o'zini shuninglar topshir desangizlar, o'zini shuninglar korobka holati, karush holatidan ham sotiladi bu yerda. Yana Borimiz ham kottejlik ko'cha bo'ladi. Shuningizdan Xudo xolsa bu yerda ustalar ishlab turibdi. Hozir endi sal quyosh qaytgandan keyin biza planlashtirib keldik syomkaga. Shunda esa buyum jonli ish bo'ldi do'stlar. Bahor bo'lsam yoz erta keldimi deyman, bilmayman, jonli ish bo'ldi o'pishim. Yana Ugloy messamiz sotildi. O'tgan safar video obzorini chiqardik. Bonimizdagi kottejimiz sotildi. Oryan tarafdan 2 kottejimiz sotildi. Savdo yomon emas. Xudoga shukr. Savdo zo'r o'tibdi. Yurtdoshlarimiz görüp alt tuttular, halap tuttular, 100% pişen keruş, bir dana ham keruş ham yok bedi. Bir iki köçemiz ham xuddi shundan keyingina köçemiz. 18 metr adashmasam köçemizin enligi. 18 metr bonimiz adashmasam bonimizdan xuddi shundan 18 metrina. Qaranglar, keyingina. Abishdan köçalarni elde kottejlarni elde darrak oladı, lekin bir gengine. 207 kvadrat metreden bandam kottejlarımız. Eldinde arkasında bağı var. Yine. Hurmatli obunachilar, Uglovoy'dan 2. metredeki kottejimiz satıladı. Kızıl çizgisi elde tarafı 940, arkasına 18 metr. Plus minüsü bilen şu 162 kvadrat metr çıkardı deb tuttular. Kadastr hujjatlardan muammo yo'q, bemalol kadastrda olib-sotib qilaverasizlar. Hujjatlari bernikan, bonnikan bitgan. Yana fasadlari bitgan kottejimizni ziloniy огороди bor oldinda, archalari, gullarini aylanib turibdi yana. Atmosferasi quyilgan, mashina qo'yadigan messangiz bor, kanalizatsiya joylari ham tayyor, ichani yashashga tayyor. Xudo xolasa yana konditsioner qo'yilgan, bu yerda kamera o'rnatilgan. Planlaştırarsa uyumuza giraverish, so'qillarni ahamiyat berasa, kafelar bosilgan, yana ziynet joylarimiz ajoyib. Chiroyli milliy dizaynda ishlangan demir eshiklarimiz bor, zamonaviy. Bismillahirrohmanirrohim. Yana hurmatli obunachilar, eshikdan girdik. Gir yerimiz, oyoq temiz kafel.
Devorlarımız aboy. Yani perxoji mebelimiz var chap qo'limizda. Berimizda yana rakoninamiz joylashgan. Oynalari bor, tayyor, gilimlar ham döşelgan. Srazu narx-navoni aytib o'tamiz. Ko'rib turgan kottejingiz 162 kvadrat metr $34.500 kelishiladi. Jihozsiz. Agarda jihozlari bilan xarid qilaman desangizlar, mebellar bilan ana ekrandagi nomerga aloqa chiqib, kelishilgan holda xarid qilaversa, oilaga o'tiradigan dalaringiz bor, hol, lyustralar ham ajoyibdan qo'yilgan, shahona mebellar bor yana, cho'tkisidan tanlangan va gallagilar qisilgan. Yana bu yerda chiroyli rismkalar qo'yilgan ekan. Bunda televizor. Televizorlar ham tayyor. Gilamlar ham akkuratli, laminat döşelgan. Xo'p, planirovkasini aytadigan bo'lsak, chap qo'limizda детский spalnimiz, ya'ni bolalar yotoqxonasi, o'ng qo'limizda bu yerda zal, berimizda взрослый spalni, to'g'rimizda sanuzel, bag'rimizda kuxnya va orqasini bog' bo'ladi. Birinchi shu spalnidan ko'rsatamiz sizlarga. Eshiklar ham ajoyib, daborli xeli, chiroyli, rossiyskiy eshiklar qo'yilgan. Yana qaranglar, aziz obunachilar. Детский spalnimizda karavotlar bor. Xudo xolasa gilamlar döşelgan, jaluzi pardalar bor, podogonniklari, batareyalari bor. Отопление bo'lgan. Xudo xolasa chiroyli lyustralar qo'yilgan. Aboylar ham ajoyib, skromli aboylardan tanlangan. Ko'rib tursa, uru vkus bilan, did bilan ishlangan kottejimiz. Bon tarafimizda, hurmatli obunachilar, zal, yana zo'r gap yo'q. Xudo xolasa inshaalloh do'stlar, og'aynilar, qarindoshlagan vaqtingda chiroyli zalingiz bor, kutib oladigan. Yana qaranglar. Ajoyib ustar kursilar bor, bu yerda lyustralari cho'tkisidan pardalar tanlangan yana. Hammamizni yetirsin inshaalloh. Qaranglar, pardalar mebelga qo'shadi, mebel aboya qo'shib turibdi. Aboyimiz ham bo'li голубой свет raksal, lekin cho'tki svet tanlangan. Bu yerda konditsioner, avalon, idealniy. В общем, gap yo'q. Berimizda televizorlari, gilamlari döşelib, akkuratli bo'lib turibdi. Eshiklar ham cho'tki. Xo'p. Bon tarafimizda spalnimiz. Spalnimizning ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Yana spalni mebellaringiz ham zo'rindan tanlangan, lishniya, ajib-uju narsasi yo'q. Cho'tkina, однотонный, более скромный etib taxlangan. Lish narsa yo'q. Yana berimizda jaluzi pardalari bor, tayyor, batareyasi bor. Shkaflar ham ajoyib yana. Ko'rib tursa, idealniy. Berimiz sanuzel, yana sanuzelning ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Rakoninangiz, unitazlaringiz, vannalaringiz, basseyn stillar ham qo'yilgan. Bu yerda отопленияsi, kotel joylashgan obunachilar. Полностью kafeldan chiqib turibdi, smesitillari, hamma narsasi bor. Потолкimiz natijnoy ekan. Bunda 50lik aristonimiz bor. Yana ayollarimizni ma'qul keladi deb o'ylayman kuxnyamiz. Kuxnyamizning chiroyini alohida e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Yana keldingizda oilaviy, ujun zavtrak, obed qilib o'tiradigan ustak yuzlaringiz bor. Bu yerda gaz plitangiz, vitishkalari, ajoyib fartuqlari, kafelar bosilgan, bu yerda moyka joyingiz. Bunda LG firmasidan brendovoy avtomat kir mashin. Endi xolodilnikka alohida ahamiyat berasizlar. Buzxonasini qarang. 2 etajli, chiroyli, qimmat xolodilniklar. Ajoyib bemalol produktlarni qo'yaverasizlar. Bu yerda televizorimiz yana. Hammamiz yetirsin. Batareyamiz bor ekan, kuxnyamizdan aktemiz laminat, katta oynasi bor, jaluzilar qo'yilgan bu yerda. Bonimiz orqasini bog'i. Yana orqasini bog'ini ko'rsatib berasiz. Orqasidan yetarli bog'i bor. Bemalol tapchanlarni qo'yib o'tiradigan mestangiz bor. Xohlasangiz sklad qilasizlar, xohlasangiz produktlar saqlaydigan bir chiroyli mesta qilib qo'yarasiz orqasidan. Barbekü, basseyn, ya'ni
planlashtiraverasizlar. Yana gap yo'q. Hurmatli obunachilar, ekran ostida Temurbekning nomeri aloqaga chiqaverasizlar. Srochniy sotiladi 34.500 dollar. Menimcha hozirgi kunda 162 kvadrat metrga joylashgan yashashga tayyor mening sharoitda kamdan kam sotuvga chiqadi. Narxini kelish pasasa yomon aytib turgani yo'q do'stlar. Biz Temurbek lish narx qo'ymaydi. Ko'pincha yurtdoshlarimiz kelib bedan ko'p joy oladilar. Aramızda xarid qilib qo'yganlar bor, yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz. Ham tavsiya qilaman hammaga. Ko'ringlar, 100% pishanka ruj plita bosilgan. Kattaroq kvadrati menga kerak deydi bo'lsa, kattaroq kvadrati bor. Masalan, hozir bunda 190 kvadratlik kottejimizni xarid qilaman desangiz, oldindan 70% ni bersangiz, masalan 36 ming dollar aytilib turgan bo'lsa, 70% ni bersangiz, qolganini bo'lib beriladi. Mana shuni ko'raverasizlar. High-tech stilida kimdir kerak, kimdir neoklassika kerak. Kimdir shuni однотонный, attachment o'xshagan oboydan chiqib turgan kottejimiz kerak. Ya. Kimdir 207 kvadrat metrli kerak. Kvadrati kattaroq. Menga masalan oldindan bog'i, orqasidan bog'i bor deydi bo'lsa aramizda. Uning variantlari ham bor. Yana. Oldindan 6000 dollar berib turib, xarid qilgan obunachilarimiz ham bor aramizda. Qolganini 20 ga bo'lib to'lari. Planlashtirarsa, menimcha Xiva shahrida 20 ga bo'lib berara kottej kamdan kam kottejchilar bo'ladi, lekin Temurbekda bor shuningdek возможность. Planlashtiraverasizlar, hurmatli obunachilar. Mashina barter, yetmeni durara, aytdik, kvartira barter, shahardan yer o'rniga barter, hammasini bor. Ekrandagi nomer aloqa chiqaverasizlar. Kadastr hujjatlardan muammo yo'q, xudo xolsa kadastrni tekshirib, notariuslar sotqilarasizlar. Bizdan ko'rsatib berish, aziz obunachilar. Hammangizni Temurbek kottejida kutib qolamiz. Ushbu videomizni Xiva shahridan yashashga tayyor ajoyib narxlarda sifatli kottej izlab jon qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.